Buni biz kultivatsiya qilmadik. Aha. Kultivatsiya qilmadikda dorini sholg'a sepish qilib qo'lda sepildi. 2 gektarga 2 kilodan sepdik. Qo'lda. Ha. Sepishda kultivatsiyani organlarini tushirib tashab, lapkani o'zida agatni og'izdirib qo'yardik. O'sha bilan qolib ketdi. Keyin boshqa nima bo'lgan yo'q. Boshqa texnika ishlagan yo'q. Shunda ham mana bo'y 4 metr bo'lgan. Bo'lmasa agar buni kultivatsiyasini, texnikasini vaqtida ishlatilganda makka pishardi ham, nima ham bo'lardi. Hosildorlik ham kuchayib ketardi. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, hurmatli dehqonlar. Yana Andijon viloyati Ulug'nor tumanidagi safarlarimizni davom ettirib, bugun yana makkajo'xori ekilgan dalaga keldik. Bu dalani egalari bizni kuzatuvchilarimiz yaxshi bilishadi. Ahmadjon hoji otamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hormang, xurmonga baraka. Rahmat. Xudo xolasa mana shu kunlarda o'raman deb turibdilar. Bu yerga eslatib o'tamiz, Ximagro jamoasi shu Yevropadan keltirilgan, demak, Lila F1 makkajo'xorilardan ekilgan maydonda turibmiz hozir. Mana bu ko'rishimiz mumkin. Bo'y bastini qarib 4 metrga borgan. Qarib 4 metrga borgan bo'ylari, oldilari. Hojota har doimgidek siz bilan 2-3 marta video ham qilganmiz. Makkajo'xori bo'yicha bundan oldingi yillarda ham ko'pchilik bizni kuzatuvchilarimiz yaxshi bilishadi, sizni tanishadi. Har doimgidek demak ekilgan sanasi, berilgan ozuqalari, qisman agrotexnikalari, nechiga ekilgan, shular to'g'risida ozgina ma'lumot berib o'tsak. Buni 1-avgustda ekkanmiz. 90lik agatga ekilgan. 200 kilodan dori solganmiz. 200 kilodan boshqa berilmagan. Yo'q, mana shu yerda bir 4 qatorga dori tushmay qolgan, mana ko'rinib turibdi. Ha, mana uzoqroq fondan ko'rsataylik-da. Mana shu yerda 4 qatorga dori tushmay qolgan ekan. Shu ajrab turibdi. Bu umuman shunda dori yemagan, 4 qator dori yemagan. Shunda 200 kilodan karbamid berildimi, hojati? Ha, karbamid berildi. Karbamid berildi. Mana bu yog'i yana ko'rayotgan joylar demak karbamid 200 kilodan berilgan. Mana bo'y bastini ko'rishinglar mumkin. Hozir mana bu yoqlarda o'rib kombaynga yo'laq qilinyapti. Yo'laq qilinyapti. Endi hojata buni kech ekkaning sababi nima? Oldin bega qo'ni ekilgan. Uni olib tashlab tugagandan keyin bu ekilgan. Men dona qo'tayapti ham buni. Keling shuni mana shu oldidagi nimalarni ko'rsatib o'tsak. Endi ekish sxemasi nechiga nechi bo'lgan hozirda? 90 agatlik ekilgan. Bunaki 13 ekilavergan. Mana dona. Bu shunda 70 kun bo'lganda. 70 kun bo'ldi. Bugun mana Liliya duragayimiz mana 70 kun bo'lgan holatda mana. Mana dona. Lekin kech ekilgan edi. Kech ekilgan bo'lsa ham mana silosga ozgina qopdi-da mana. Sal vaqtli o'rilyapti. Agar shu kunlarda o'rilsa, vaqtli o'rilgan hisoblanadi. Mana hali ishlar qizarmagan hamda 70 kunlik holatda. Mana hurmatli dehqonlar, hali buni kuni bor. Hali silosga ham. To'liq chunki mana bu yerlari so'tasi qizarish kerak. Mana dona mana qarang, hali oppoqda hali. Qatorini sanaylik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ta. 17 tami shunda? 17 ta ekan mana. 17 ta. Mana. Donamiz 22 santimetr. Mana uchlarini ham mana donlarini endi katta qilyapti-da. Hali kuni bor. Kuni bor. Hali bundan ham yaxshiroq bo'ladi. Endi biz hozir hojatom bilan maslahat qildik. Ob-havolar yaxshi. Agar kombayn bugun kelmasa deyaptilar. Bir haftadan keyinga aytamiz deyaptilar endi. Bir hafta kutamiz yana. Bir hafta kutamiz deyaptilar. Sababi 1-avgustda ekilgan makkajo'xorimiz 120 kunlik makkajo'xori bu. Mana ko'rishinglar mumkin holatini. 200 kilo karbamidda mana shuncha bo'lgan hozir. Bo'yi qariyb 4 metr. 4 metr. Hozirda nima maslahat berasiz? Mana biz deyarli har bitta gibridimizni o'zingiz ekib ko'rgansiz.
Bu lira urug'ini qaytaga qo'ymay ko'rish kerak. Vaqtliroq. Vaqtli. Qachon yer bo'sh eksa ekib berar ekan. Ha. Mana ekib ko'rilyapti, biltiram ekildi. Bug'doydan keyin bilam ekilyapti. Yaxshi natija beryapti. Yana ham 90 ga ekilgan. 90 ga ekilgan. Bu bunaqasiga demak O'naki, o'n demak 90 ga 12 ga ekilgan. ekilgan. Nechi sxemani tanlab ekishni tavsiya qilasiz? Biz endi bo'lak odam bilmaymiz, ko'proq 90 yaxshi bo'lyapti bizga. 90 shabada ko'p yuradi deydi. Oziqa maydoni. Oziqa maydoni kengroq bo'ladi deydi. Shuni evaziga 90 tavsiya qilamiz. Hozir mana shu tuplar bemalol hozir 1,5 kilodan oshiq chiqadi-da. Chiqadi. 1,5 kilodan oshiq chiqadi bemalol. Ishlarini ham ko'rishingiz mumkin. Mana shular ham hozir mana donlari mana. Donni o'zi 1,5 kiloda bemalol. Ishlari ham mana. Hosildorligi yaxshi. Mana serbarg Serbarg. barglarini ko'rishimiz mumkin, qatorlar. Tagi, demak shamol aylanishiga. Bu hozir uzunasiga necha metr? 700 metr. 700 metr. Ko'ndalangiga o'qariq olingan? Olinmagan. Olinmagan. Ukloni yaxshi yerda. Ko'llaydigan yeri yo'q. Suv yo'lidan ham bilsa bo'ladi. Shu suv ham tez ketganda pastga yo'q. O'zi yetib bormaydi-yu. Ha. Tavsiya qilib qolamiz, hurmatli dehqonlar. Mana 70 kunlik Liliya makajo'xori duragalarimiz. Hoji ota, rahmat sizga. Xo'p, Xudo xirmoningizga baraka bersin. rahmat. Xudo xolasa yana yillarda ham chiroyli videolar qilaylik siz bilan.